Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari, mehmonlari. Demak, bugungi video darsimizda e-maktab tizimida dars jadvalidagi ustozlarni tezkor almashtirish usulini o'rganamiz. Buning uchun admin profil nomidan kirib, administratsiya profildan kiramiz. Demak, dars jadvali bo'limiga o'tamiz. Xo'p, birinchi sinfimizni ko'rib olamiz. Bizda 5-A misolda ko'rib chiqamiz. Xo'p, bitta butun davr uchun jadval ko'rib chiqaman. Xo'p, demak, shu almashtiradigan hafta kunini yoki sanasini belgilab ko'rib olamiz. Demak, bizda mana ingliz tilini almashtiramiz. Demak, bizda ingliz ustozimiz almashtirilmagan. Demak, bir hafta uchun mana ingliz tili darslarimiz bizda 4 demak 4 soat bor ekan. 1 2 3 4. Demak, 4 soat darsini almashtirishimiz kerak. Xo'p, demak, almashtirish usullari turli bo'lishi mumkin. Xo'p, endi birinchi navbatda bitta almashtirish ham mumkin. Misol uchun shu yerda o'zida almashtirishimiz mumkin. Misol uchun ikkinchi guruhga boshqa ustoz qo'yamiz. Buning uchun qalam bosamiz. Xo'p, ikkinchi guruhni tanladik va ustozimizni tanlaymiz, yangi ustozni. Xo'p, demak, keyingisida o'zgartirish sababini ko'rsatishimiz kerak. Uning uchun almashtirish tanlaymiz. Agar almashtirish sababini ko'rsatmoqchi bo'lmasak, unda mana xatolarni to'g'rilash va hokazo bo'limini tanlaymiz. Bunda demak sababini so'ramaydi. Bizda sababini ko'rsatishimiz kerak. Shuning uchun almashtirish tanlaymiz. Demak, saqlashni bosamiz. Bu mana sababini yozamiz. Demak, bizda yangi ustoz keldi. Demak, sababini yozdim. Mana yangi ustoz kelgani sababli dars jadvalini almashtirdik. Xo'p, demak, saqlash kerakmi? Ha, albatta o'zgarish saqlashimiz kerak. Shuning uchun ha ni bosaman. Mana bizda o'zgartirish amalga oshirildi. Xo'p, demak, bizda ogohlantirish chiqyapti. Mana demak, guruhga xabar berish kerak edi. Xo'p. Demak, mana keyingi kunimizga yana xuddi shunaqa almashtirish mumkin yoki ikkinchi usuli bor, bu tezkor usuli bor. Xo'p, buning uchun yana dars jadvalini qaytamiz, bo'limiga bosamiz dars jadvalini. Undan keyin o'qituvchilarni bosamiz. Xo'p, keyin o'qituvchini almashtirish bo'limiga o'tamiz. Demak, almashtirilgan o'qituvchini tanlaymiz. Xo'p, keyingisi kimga almashtiriladi? Ya'ni yangi ustozimizni kiritamiz. Xo'p, fanini tanlaymiz. Bizda ingliz tili. Xo'p, sinfi bizda 5-A edi. Xo'p, demak, bizda butun sinf yoki bo'linadigan sinflar bo'lishi mumkin. Demak, guruhini tanlaymiz. Bizda ikkinchi guruh edi. Xo'p, demak, bizda sanasini ko'rsatishimiz kerak. Joriy kun, ya'ni bugundan to yil oxirigacha bo'lishi mumkin. Bunda chorakni oxiri hisobotga olinadi. Xo'p, yoki sanani ko'rsatishimiz mumkin. Qaysi sanadan belgilab o'tkazishimiz mumkinligini ko'rsatish mumkin. Xo'p, demak, men joriy kundan hisoblayman, ya'ni bugundan hisoblasin. Xo'p, keyin yana xuddi shunaqa o'zgartirishni ko'rsatish yoki ko'rsatmaslik mumkin, ya'ni sababini yozish yoki yozmaslik. Birinchisida o'zgartirish va o'tkazish sifatida ta'kidlash, ya'ni buni sababini yozish kerak bo'ladi. Ikkinchi holatda belgilanmagan bo'limida, demak, sababini yozmasak bo'ladi. Demak, meni holatimda hozir sababini ko'rsataman, o'zgartirish tanlayman va saqlashni bosaman. Xo'p, demak, sababi bizda yangi ustoz keldi deb yozaman. Demak, yangi ustoz kelganligi sababli men dars jadvalini o'zgartirdim. Xo'p, demak, saqlayman. Ha. Bizda ogohlantirish chiqdi, ya'ni tanlangan davrlar uchun muvaffaqiyatli yakunlandi. Ana endi tekshirib ko'ramiz. Yana uning uchun yana sinflarga o'tamiz. Yana sinf tanlaymiz. Xo'p, butun davrni tanlaymiz. Demak, bizda oxirgi haftani almashtirdik. Mana bizda. Xo'p, e'tibor bersanglar, mana bizda birinchi haftani qo'lda almashtirgandik. Bizda mana yashil turibdi. Mana endi qolgan darslarni ham almashtirdik. Ular ham avtomatik tarzda mana o'zgartirildi. Yashil rangi o'zgardi.
o'zgartirish amalga oshirildi. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Demak, ikkita usulda almashtirish mumkin. Agar xohlasanglar bittalab yoki teskari usul o'qituvchini familiya ismini belgilab, sinflarni belgilab almashtirish ham mumkin. Demak, teskari usuldan foydalanish ham juda ham qulay hisoblanadi. Xo'p. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman, qadrli ustozlar. Savolingiz bo'lsa, kanalda izoh qoldirishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha kanalga a'zo bo'linglar. Yangi videolardan xabardor bo'lib turishinglar mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.